Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz mərhum tarixçimiz Turg'un Almas әпәndi yazgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Turalar degan bu atalg'u 4-asrdan keyin Jungoning tarixiy yilnomalarida Uyg'ur degan nom bilan almashdi. Milodidan bir necha asr burungi chog'dan tortib, milodiy 6-asrgacha Jungoning tarixiy yilnomalarida Turalar İgiz harvılık Turalar degan nom bilan yezilib kelgan ajdodlarimiz 7-asrning boshlaridan boshlab Uyg'ur degan nom bilan yeziladigan bo'ldi. Shundan boshlab Uyg'ur degan bu nom sharqiy, ya'ni Mong'oliya, Jo'ng'ariya dalallarini o'z ichiga oladi va g'arbiy Tarim vodisini o'z ichiga olgan O'rta Osiyo rayonlari Turalarning o'rtaq nomi bo'lib qoldi. Sharqiy va g'arbiy Turalar bir qancha qabila va urug'lardan iborat bo'lsa-mu, lekin ularning qondoshlik, til va urf-odat jihatdan asosan bir xalq edi. Uning ustiga Tura qabilalari ichida Uyg'ur nomi bilan ataladigan qabila bor edi. Bu qabila boshqa qarindosh qabilalarga qaraganda son jihatdan ko'p, jangovarligi ustun qabila edi. Şoňa Turalarga miladi 5-asrdan başlap Uyg'ur dep ataladigan bu qabila yetekçilik qilishga başlagan. Miladining 498-yili Sharqiy Turalarning 6 qabilasidan tashkil topgan bir tarmoqi Uyg'ur qabilasining xoni Shuqanini o'ziga xon qilib saylab, Tubalar xonligining hukmronligini ag'dirib tashlashga bel bog'laganligi shuni isbotlaydi. 7-asrda Uyg'urlar Sharqiy Turalarni birlashtirib, Uyg'ur Urxun qag'onligini qurdi. Uyg'ur Urxun qag'onligi tarkibidagi qabilalar 10 Uyg'ur, 9 O'g'uz deb atalgan edi. Shuningdan boshlab Tura qabilalari bir butun gavdaga aylanib, Uyg'ur degan o'rtaq nom bilan ataldi. 7-asrda o'tgan mashhur buddist va tarjimon Xuanzang milodining 602-yili tug'ilib, 664-yili olamdan o'tgan. Ulug' Tang davridagi g'arib sayohat xotirasi nomli asrda nihoyatda aniq qilib Qashqar, Xotan kuchaliqlar hindi yeziqini ishiltidi, ammo ularning tili hindi tili emas deb yozgan. Demak, Tarim vodisidagi Uyg'urlar Budda diniga e'tiqod qilgan chaqlarida hindi yeziqini qo'llangan bo'lsa-mu, ammo yanada o'zlarining ona tilida Uyg'ur tilida so'zlashgan. Buni texmi ilgirlagan holda isbotlash uchun Jungoning qadimgi tarixchilarining o'z asarlarida Xinjiangdagi ba'zi bir yer va tog'larning milodidan burungi chog'larda Uyg'ur tilida qandoq atalgan bo'lsa, shu nomlar bilan xanzucha harf bilan asli talaffuzi bo'yicha yozganligini yoki ma'nosini xanzuchaga tarjima qilib xotirlaganligini misolga ilish lozim. Uyg'urlarning ajdodiy bo'lgan Qushular, Gushi, Chixi, milodidan burun sharqda Qumuldan tortib g'arbda Manasqcha va g'arbiy janubda Turpangacha bo'lgan rayonlarda yashagan. Mana shular milodidan bir qancha asr burunla hozirgi Bariko'lni Barisko'l deb atagan. Barisko'l Yo'lvasko'l. Uyg'urlar qadimgi tilda Yo'lvasni Baris deb ataydi degan ma'noni beradi. Shuningdan qaraganda Barisko'lning shakli burungi chaqda Yo'lvasga o'xshashib ketgan yoki qadimgi chaqda Barisko'lning bo'yi qumushliq bo'lib, uning orasida Yo'lvas yashagan bo'lishi mumkin. Mana shu Barisko'lni Jungoning qadimgi tarixchilari miloddan burungi chaqdan tortib Boshixay deb yozgan. Mana shu Boshi Baris so'zining xanzucha harf bilan talaffuz qilinishi bo'lib, xay ko'l ma'nosida ilingan. Bariko'l qadimdan tortib yeri munbat, suyi mo'l, yeshillikqa cho'milgan bepoyon yayloq bo'lib, tulpor otlar, simiz qo'ylar, to'gilar ko'plab chiqadigan mashhur chorvachilik va dehqonchilik rayoni edi. Uningdan tashqari Bariko'lning strategik o'rni nihoyatda muhim bo'lganlikdan, milodidan necha asr burungi chaqlardan tortib, G'ullar bilan Xan sulolasi mana shu muhim rayonni talishib, ko'p qitim keskin, qonliq janglarni ilib borgan. Shuning uchun Jungoning qadimgi tarixchilari Bariko'lni o'z asarlarida alohida xotirlashni zoda unutib qolmadi. Xan sulolasi tarixchilarining asarlarida qadimgi Uyg'ur tilida Tangri tog'lari deb atalgan mashhur tog' asli Uyg'urchadagi ma'nosi bo'yicha xanzuchaga tarjima qilinib, Tianshan deb xotirlangan.
Yana shu tarixchilar qadimgi Uyg'ur tilida Altay tog'lari deb atalgan tog'ni asli Uyg'urchadagi ma'nosi bo'yicha xanzuchaga tarjim qilib, Oltin tog' ma'nosini beradigan xanzucha harf bilan Jinshan deb yozgan. Qadimgi Jungo tarixchilari Tangri tog'larining egiz cho'qqilaridan yil bo'yi erimaydigan oppoq qorlarni hisob qilib, Bayshan deb atagan. Buningdan tashqari Jungoning qadimgi tarixchilari hozirgi Qashqarni qadimgi chaqlar milodidan burungi chaqlardala Uyg'urlarning Suli, Suluq yer deb ataganligini hisob qilib, xanzucha xat shakli bilan Suli deb yozgan. Aqsu daryosida qum oqadiganligini hisob qilib, hozirgi Aqsuni xanzucha xat bilan Gomu deb yozgan. Gomu so'zi Uyg'urchadagi qum degan so'zning xanzucha talaffuz qilinib yezilishidan iborat. Ya'ni shu tarixchilar Aqsu daryosi vodisini Vinsu deb yozgan. Bu Uyg'urchadagi Unsu so'zining xanzucha ohang tarjimasi bo'lib hisoblanadi. Yuqorida keltirilgan bir qator misollar Jo'ng'arya o'ymonliqida va Tarim vodisida yashagan xalqlarning Uyg'ur ekanligini isbotlaydigan til paketlari bo'lib hisoblanadi. Agar Jo'ng'arya o'ymonliqi va Tarim vodisida qadimgi chaqlardan tortib Uyg'urlar bo'lmasdan boshqa tilda so'zlashgan xalqlar yashagan bo'lsa, ko'l, tog', daryo, yer nomlari Uyg'urcha Bariskul, Tangritog', Oltay, Qum, Unsu, Suli deb atalmagan bo'ladi. Qadimgi Yunan arablarning olim va sayyohlarimi Uyg'urlar to'g'risida qimmatli tarixiy xotirlarni yezib qoldirgan. Yunanning milodiy 2-asrda yashagan jug'rofiya olimi Ptolmey o'zining 10 tomlik jug'rofiya nomli asrida Sirislar davlati, Ipak davlati degan bobida hozirgi Tarim daryosi bo'yidagi xalqlarning Uyg'ur ekanligi u Uyg'urdis deb yozgan. Ularning pila biqib, ipak chiqirib, ipakdan nafis shoyi atlaslarni to'qiydiganligini bayon qilgan. Tarim vodisining tabiiy sharoiti, tog'lari, daryolari qatorliqlar haqida xeyli tafsiliy ma'lumot bergan. Buningdan tashqari Yunon va Rim olimlaridan Kitsi taxminan milodidan 400 yil burun yashagan. Strabon milodidan ilgari 64-yilda tug'ilib, milodiy 19-yil olamdan o'tgan. Pilorus taxminan milodidan 1 asr burun yashagan. Ponfinus milodiy 1-asrda yashagan. Qatorliq olimlarmu Tarim vodisidagi Sirislar davlati bu davlatda yashadigan Uyg'urlarning faoliyati, irqiy qiyofati haqida qimmatli ma'lumotlarni qoldirgan. Arab Abbasiylar xalifligining milodiy 750-yildan 1258-yilgacha hukm surgan. Tunji xalifasi Abul Abbas Abdullah milodiy 750-yildan 754-yilgacha xalifa bo'lgan. Milodining 750-yili Tamim ibn Bahr al-Muttavi ismli kishini Arab Abbasiylar xalifligining poytaxti Bag'doddan Uyg'ur urxun qag'aligining qag'ani Tangrida bo'lmish el etmish bilga bayonchur qag'an. U milodiy 747-yildan 758-yilgacha qag'an bo'lgan. Bayonchur qag'anning Urxun daryosi bo'yidagi ordisiga elchi qilib avatgan. Mana shu arab elchisi Tamim ibn Bahr al-Muttavining sayohat nomisida Barisxon, ya'ni ayni zamonda Issiq ko'lning bo'yiga joylashgan bir shahar. Bu shahardan tortib Qashqar, Aqsu, Kucha, Qarashahar, Turpangacha bo'lgan yo'llar va yo'llarning bo'yidagi tuzanliklarning hamma joyida bir-biriga tutishib ketgan yeza, kentlar va shahar mahallarning joylashganligini ko'rganligini. Shu shahar qishloq yezi kentlarda va mahallarda kofir turklarning Budda shaman dillariga e'tiqod qilgan Uyg'urlar demakchi. Ularning yashaydiganligini bayon qiladi. U yana mundaq deb yozgan: Barisxondan tortib Urxungacha boradigan yo'lda faqat Uyg'ur xonining pochtasi mingib turadi. Arab Abbasiylar xalifasi Abul Abbas Abdullah bu elchini Uyg'ur qag'ani Bayonchurga islom dinini qabul qilishga taklif qilib avatgan bo'lishi mumkin. U yana o'z dushmanlariga qarshi Uyg'ur qag'aligi bilan ittifoq tuzishni ko'zlagan bo'lishi mumkin deb qaraydi. Halbuki Bayonchur qag'an islom dinini qabul qilmagan. Milodining 821-yili Tang sulolasi o'rdisi Tang malikasi Tayxuni Uyg'ur qag'ani kun tangri bo'lmish olib kuchlik bilga qag'anga yotliq qildi.
Shu chaqda Uyg'ur qag'ani qo'shnisi Tibet xalqining Uyg'urlar bilan Jungo orasidagi bu to'y ishiga buzg'unchilik silishining oldini olish uchun Kuchadan 10 ming, Beshbaliqdan 10 ming kishilik Uyg'ur otliq qo'shinlarini yo'tkab, Tibetlarga taqobil turish uchun chegara mudofaasini kuchaytirishga buyruq bergan. Mana shu ahvolga asoslanganda Jung'ariya bilan Tarim vodisimi ayni vaqtda Uyg'ur Urxun qag'aligining territoriyasiga kirgan. Shuning uchun Uyg'ur Urxun qag'aligi u joylarda nurg'un otliq qo'shin turg'izgan. Uyg'ur Urxun qag'aligi kuchayib, imperiya bosqichiga kirgan chaqda milodiy 745-yildan 830-yilgacha Uyg'ur Urxun qag'aligining territoriyasi ichiga hozirgi Mong'oliya va ichki Mong'olning bir qismi, Jung'ariya, Tarim vodilari, Farg'ona, Qirg'iziston, Ili vodisi, Balqash bo'ylari kirgan. İşençilik tarixiy ma'lumotlarga asoslanganda, Tang sulolasi milodining 751-yili Talas urushida arablar tarafidan og'ir mag'lubiyatga uchradi. Uningdan tashqari bir necha yil davom qilgan o'nglik so'ygin to'plangi milodiy 757-yildan 762-yillargacha davom qilgan va Tibetliklarning hujumi milodiy 765-yillari shu urushlar natijasida Tang sulolasi zuvalliq girdobida qolgan edi. Shu sababdan Tang sulolasining O'rta Osiyodagi ta'siri nihoyatda tezlikda yo'qoldi. Mana shu ahvoldan foydalangan Uyg'ur Urxun qag'aligi O'rta Osiyoga, hozirgi Shinjongmi shuning ichida bo'lgan to'liq hukmronligini tiklab oldi. Shundan keyin Uyg'urlar xalqaro qatnash yo'lining xo'jayiligini o'z ilkiga oldi. Milodiy 760-yillardan boshlab Tibet xalqi Gansoni besib olgandan keyin Tang sulolasi Uyg'urlar yo'li deb atalgan xalqaro yo'l orqali g'arbdagi davlatlar bilan aloqa qilishga majbur bo'ldi. Tang sulolasining elchilari va savdogarlari g'arbdagi davlatlarga berishda Chang'andan shimolga yurib, Sadichin sepildan chiqib, Uyg'ur Urxun qag'aligining poytaxti Qara Balasag'unga boradigan, ondan g'arbga burilib, Altay tog'laridan halqib o'tib, Jung'ariyadagi Beshbaliqqa keladigan bo'ldi. Yo'l Beshbaliq tugunidan ikki tarmoqqa bo'linadi. Bir tarmoqi Beshbaliqdan g'arbga burilib, Ili vodisi orqali g'arb ellariga boradi. Yana bir tarmoqi bo'lsa, Beshbaliqdan janubga so'zilib, Tangri tog'larini kesib o'tib, Turpan, Qarashahar, Kucha, Aqsu, Qashqar orqali g'arb ellariga qarab ketadi. Mana shu yo'l Uyg'ur Urxun qag'aligi davrida Uyg'urlar yo'li deb atalgan. Uyg'urlar mana shu xalqaro yo'lning omonligini qo'g'dash uchun Tibet xalqi bilan nihoyatda keskin qonliq urushlarni elib borgan. Milodining 795-yili Uyg'ur qag'ani Qutlug' Bilga Aychur milodiy 790-yildan 795-yilgacha qag'on bo'lgan olamdan o'tdi. U hayot vaqtida qag'onlik o'rniga varis belgilamagan edi. Qag'onlik taxtida uning bosh vaziri Qutlug' o'ltirdi. Shundan boshlab Uyg'ur Urxun qag'onligining qag'onlik o'rniga varislik qilish huquqi Yag'loqar qabilasi qo'lidan Odizlar qabilasi qo'liga o'tib ketdi. Yag'loqarlar Sharqiy Uyg'urlarning 10 Uyg'ur deb atalgan qabilalari ichida qag'onlar chiqadigan qabila bo'lib, soni ko'p, jangovarliqim nihoyatda ustun qabila edi. Yag'loqarlar ana shu alayligiga tayinib, milodining 600-yillaridan boshlab Sharqiy Uyg'urlarga yetakchilik qilishga boshlagan va milodiy 446-yili Uyg'ur Urxun qag'onligini qurgan edi. Bu qitim mush yergacha o'qidik. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh. Allohga omonat.